Har gal uziga tushganimda buyuragingda tuz bor deb aytishadi, lekin buni ko'p shifokorlar norma o'tib ketadi deb aytishadi. Sizga buni fikringiz qanaqa? Sidu orqali tuzlar chiqishi bu norma hisoblanadi. Yegan ovqatimizga qarab buyrak tuzni filtrlab, kerak emas tuzlarni sidiy orqali chiqazib yuboradi. Agar insonga o'sha chiqadigan tuzlar xalaqit bermasa, buni qo'rqinchli joyi yo'q. Lekin gohida sidiy yo'lida achishlar kuzatiladi-da. Sidiy orqali ajraladigan tuz miqdori sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, ya'ni achishlar, har xil bezovtagarchiliklar, og'riqlar paydo bo'layotgan bo'lsa, unda umumiy sidiy analizi topshirib, o'sha sidiydagi oksalat, urat yoki fosfat turini farqlab olib, o'shanga qarab birinchi o'rinda dieta va suv miqdori ko'paytiriladi. Agar bunda ham o'sha belgilar o'tib ketmasa, unda UZI qildirilib, o'sha UZIda buyrak yo'llarida tuz yig'ilyaptimi yoki tuz miqdori ko'payib toshga aylanmoqdami yoki o'sha UZI belgilaridan piloektaziya, kolikoektaziya belgilari bormi yo'qligiga qarab davo taktikasi qo'llaniladi. Endi vrachgacha bo'lgan holatda uy sharoitida nima qilsa bo'ladi? Uy sharoitida ko'p miqdorda suv ichiladi. Pol-pola, jo'xori popugi emas, har xil choylar emas, oddiy suv ichiladi. Undan tashqari sidiy yo'lida achish, og'riqlar bo'lsa, issiq ramashka qo'shib vannachiga qilsa bo'ladi. Shu orqali ham achishlarni, og'riqlarni bartaraf qilsa bo'ladi. Va o'z vaqtida nefrolog ko'rigiga kelib, umumiy qon analizi va UZI qildirib, salbiy oqibatlarni oldini olishni tavsiya beraman.